bu hovuz atrofidagi tut daraxtlarini Hazrati Bahodir Naqshband o'z qo'llari bilan ekkanliklari aytiladi. Demak 13-asr yodgorligi. Bahodir Naqshbandiy ziyorat yo'qdamiz. Mana shu tut daraxti eski tut daraxti ekan. Bahodir Naqshbandi otaga tegishli. O necha ming asrdan buyon turgan tut ekanda. 13-asrga oid. 13-asrga? Aha, 13-asrda mana 13-asrga tegishli tut ekan. 13-asrga. Ha. Qarang. Sovet imperiyasi davrida bolshevizmlar, o'sha ba'zi bir kishilar mana shu bizni tariximizni, bizni qadriyatimizni tushunmaydiganlar mana shu daraxtning shoxlarini kesar ekanda. Shu kesgan paytida shu daraxtning shoxlaridan suv emas, qon chiqib ketar ekan. Nima bo'lardimi? Ha, mana shularni kesib hazillashgan ekanda. Endi hazillashib bilmaymi qilgan paytida daraxtlarning tanasidan suv emas, qon chiqib ketgan ekan. Xuddi odamdek kabi. Mana qo'limizda bir pichoq qilsa qon chiqadi-ku, xuddi shunday birdan ham qon chiqib ketgan ekan. Latalab aylab ketishib. Qarang, daraxtlarning tanasining o'zi Eski daraxtlar ekanda mana. bir necha uzoq yillik asrlardan o'zi so'zlashib turibdi. Qusam ota ziyoratgohi deb qo'yibdi mana. Mana qabrlarimi? Yo'q, qabrlar ichkarida. Ichkarida bular. Bu yangilanmagan shekilli, bu shu 13-asrdan beri turgan anaqalar shekilli. Mana 13-asrda qanday odamlar, qanday joylarda yashagan. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bir qo'rqasiz kirgan. Bir shu eski joylarni ko'rib mana kabutarlar o'sha bu yerda qo'nim topishibdi. Eski joylarni ko'rib bir qandaydir adrenalin keladi. Qaranglar mana. Bilmayman bu qaysi davrga tegishli ustunlar. Mashalloh. Oldingi odamlarimiz mana shunday. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Menimcha bu qabrda bir xoki tuprog'i bo'lsa kerak. Bu eshiklar ham menimcha shu davrga tegishlimi yo bu yangi eshiklarmi? Bilmadim ama. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman qiziqqanlarga. Qashqadaryodamiz. Mana bu yoqqa kiramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Duo qilaylik kim olasiz? Hozir. Bir daqiqa. Qusam shayx otaning mana qabrlari ekan mana shu. Bu yoqda ham qabr bor ekan. Mana. Qabr. Ko'rib turibsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir ayolini qabri bu tomonda ekan. Bunisi mana Hazrati Qusam shayx otaning ayolini qabri. Qorong'i. Mana. Gumbazli ichkarisi. Buni
Ana qaranglar, bu tomonlarda mana bir tarnovga o'xshatib mana 3 ta bir anaqa chiqarib qo'yibdi. Bu yoqda nima ekan? Bu yog'imiz oddiy bir anaqa ekan. Shunday xonacha ekan. Qani kommentariyaga yozib ketinglarchi, biladiganlar, tarixda o'qiganlar, bilganlar. Mana bu tomondan kirib keldik. Nima uchun bunday binolar qurilgan? Nima uchun? Bu yerda menimcha odam yashamagan shekilli. Bu ashi bir ta'lim, bizda hozirgi maktablar bor zamonaviy. Shunga o'xshash bir ta'lim beradigan maskan bo'lganmi bu yerlar? Qanday joylar bo'lgan ekan mana. Mana qaranglar mana. Bu yerda ham qabr bor ekan mana. Mana yana. Mana qaranglar. Bismillah. Mana qabrlar. Bu yerda ham bor mana qabr. Buni bilmadim endi, bu nechinchi asrga tegishli, bu haqida ma'lumotga ega emasman. Bir kommentariyaga yozib ketasizlar. Mana manetdan qoshiqlar qo'yib qo'yibdi, mana suv bor ekan mayda. Endi biz biddiyatlarga nima qilmaymiz bu suv. Menimcha mo'ning ichida ham suv bor shekilli. Mana shu yerga mas'ul odamlar mana shu yerga suv quyib qo'yibdi. Endi balkim oldin mana shu yerga bir suv quyib ichishganmi yo kim biladi, nimaga bunday? Hazrati Qusam Shayx. Ikkita qizni qabri? Qanaqa? Bu qizlar o'sha boyagi hur qizlar bo'lganda, bular o'sha dushmanlardan qochib, mashaqqat deydi, g'oyib bo'lgan deydi-da. Ular qabri shaqa qo'yilgan deydi. Aytdan pul bor ekan 2000. Ha, endi bir yosh bo'lganda, ular voyaga yetib yetmagan bo'lganda. Mana bu joyimizda menimcha mana shu g'ishlar qadimiy g'ishlar, eski g'ishlar bo'lsa kerak. Chunki bu yerda fundament yo'q. Bizda mana hovlida fundament bor ekan mana. Menimcha shu rekonstruksiya qilinganda fundament qo'yilgan. Qaranglar, bitta standart razmeri yo'q-da g'ishlarda. Mana shular menimcha eski qadimiy g'ishlar bo'lsa kerak. Ingichka kalta bir sopolga o'xshagan g'ishlar. Tarnovlar mana bu kabutarlar.